Kelajak allaqachon shu yerda. Sun'iy intellekt har kuni jadallashmoqda. Kiber xavfsizlik esa har kuni qiyinlashmoqda va robotlar butun boshli industriyalarni o'zgartirib yubormoqda. 27 va 28 mart Central Asian University dunyo talantlari platformasiga aylanadi. 200 dan oshiq universitetlar, 2000 ga yaqin ishtirokchilar hamda 20 dan ortiq davlatdan kelgan ishtirokchilar bir platformada birlashadi. CAU Tech Hackathon 2026 bu injenerlar, yaratuvchilar va developerlar bir joyda birjam bo'ladigan va birlashadigan platforma. Siz g'oyangizni nafaqat test qilasiz, balki uni katta bosim ostida ishlash qobiliyatini ham tekshira olasiz. Agar siz g'oyangiz global sahnaga chiqishiga ishonsangiz, bu sizning fursatingiz. CAU Tech Hackathon CAU Tech Hackathon 3 ta strategik yo'nalish asosida tashkil etilgan. Universitet jamoalari uchun biz sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt va kiberxavfsizlik CTF yo'nalishlarini taqdim etamiz. Maktab o'quvchilari uchun esa robototexnika musobaqasi 2 toifada o'tkaziladi: mini sumo va line following. Sog'liqni saqlashda sun'iy intellekt yo'nalishida jamoalar haqiqiy tibbiy holatlarni tahlil qiladi, sun'iy intellekt asosidagi diagnostika yechimlarini ishlab chiqadi va $15,000 miqdoridagi mukofot jamg'armasi uchun bellashadi. Kiberxavfsizlik yo'nalishida ishtirokchilar jonli CTF formatida ishlaydi, zaifliklarni aniqlashadi, tizimlarni himoya qilishadi va $10,000 uchun raqobatlashadi. Robototexnika yo'nalishida esa avtonom tizimlar loyihalashtiriladi, dasturlanadi va musobaqa formatida sinovdan o'tkaziladi. Ushbu yo'nalishda toifalar bo'yicha jami $13,000 mukofot ajratilgan. Loyihalar Cisco bilan hamkorlikda baholanadi va Yale University'ga aloqador xalqaro ekspertlar, hakamlar hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi. Va musobaqalar yakunlangach, sizni CAU Tech Summit'ga taklif qilamiz. Ushbu sammitimizning asosiy mehmoni hozirgi sun'iy intellekt inqilobi asoschilaridan biri Sebastian Thrun. Sebastian Thrun Stanford universiteti professori, Udacity hamda Google X kompaniyalarining asoschilaridan biri hisoblanadi. 27 hamda 28 mart CAU kelajakni biz bilan quring.